Tak, 4-si. SSP kasallari ichadigan 3 ta asosiy dori bor. Clonazepam, clobazam, baklafen dorisi. Bu dorilarini ehtiyoji haligacha to'g'ri shakllantirilmagan. Nafaqat SSP kasalligi, balkim epilepsiyaga chalingan 10 mingdan ortiq boshqa bemorlar ham ichadi buni. Ana ular kiritilmagan. İçadigan hamma bemorning ro'yxati tuzilib, ehtiyoj shakllanadi. Masalan, 400 ta 500 ta SSP kasalligi bo'lsa, undan tashqari 5 mingta 10 mingta boshqa kasallar ham ichadi. Ehtiyoj shakllantirgandan keyin narkokomitetdan ruxsatnoma olingandan keyin dori-darmon kompaniyasi Rossiyaga zakaz beradi. Biz aytyapmizki, mana bu clonazepam, clobazam, baklafen dorilarini Rossiyaniki emas, Yevropa davlatlaridan, ya'ni Polshadan olib keltirishini so'raymiz. Sababi Yevropa davlatlarida ishlab chiqarilgan dorilarning effekti, kasal bolada ijobiy ta'siri balandroq. Buni biz sezdik. Buni biz ota-onalar o'zimizning tajribamizda bildik. Qozog'ning clonazepamini berganmiz, Rossiyanikini berganmiz, Polshanikini berganmiz. Farqi bor bularning. Farzandlarimizning sog'lig'iga ijobiy ta'sir ko'rsatgani uchun Polshada ishlab chiqarilgan ushbu 3 turdagi dori-darmon vositasini olib kelishini so'raymiz. Biz uni pulga sotib olamiz. Endi qarang, shu yerda yana bir narsani aytib ketdik. O'zbekistonda sotiladigan, masalan, ma'lum bir turdagi psixotrop dorilar yoki sudirgiga taalluqli bo'lgan dorilar bor, ularni turi kam. Ularni kengroq turini ko'paytirish kerak. Sababi bu epilepsiya kasalligi alohida bemorni kasalligi hisoblanadi. Ya'ni 10 xil epilepsiyaga chalingan bemor bolalar bo'lsa, 10 ta bolaga 10 xil dori tushishi mumkin. 10 xil dozada tushishi mumkin. Yoshi bir xil, bularni vazni bir xil, lekin bolaning organizmi o'ziga xosligi uchun alohida har bitta inson o'ziga xos bo'lgani uchun bu dorilarni ham tanlaydi. Shu joylariga e'tibor beringlar deb aytganmiz. 5-si, SSP kasalligiga chalingan bemor bolalarga Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Respublika reabilitatsiya markazida alohida bo'lim ajratish, maxsus aloqador uskuna texnikalar bilan jihozlash hamda malakali LFK, osteopat va voita terapiya shifokorlarini shartnoma asosida jalb qilgan holda o'quv kurslarini tashkil etish. Men shu 23-may kuni ularga aytdim, tushuntirdim va keyin bitta xodim bilan men borib keldim o'sha Qibray tumanida joylashgan Respublika reabilitatsiya markaziga. Juda ham katta joy qurilgan, juda ham chiroyli, lekin o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Ya'ni qozonxona qurish kerak, boyga aytganimdek, reanimatsiya qurish kerak va hokazo. Bizning farzandlarimizni yotqizib, LFK, osteopat, voita terapiya va boshqa muolajalarni qilsa bo'ladi. Buni tezroq tashkillashtirish kerak, lekin haligacha buni ijobiy nimasini ko'rganimiz yo'q. 6-si, SSP kasalligiga chalingan bemor bolalarning sonining ko'pligi va bolalar milliy tibbiyot markazi nevrologiya bo'limida qamrov darajasi kamligi sababli markazda qo'shimcha bo'lim tashkil etish hamda markaz tomonidan tashxis qo'yilgan bemor bolalarning real ro'yxatini shakllantirish. O'zi bunga izoh ham bo'lmasa kerak, menimcha hamma tushundi. Bizda hozirgacha ro'yxatni o'zimiz shakllantiramiz. Men shu o'rinda bir narsani aytib ketmoqchiman. Ya'ni shu O'zbekistonda tibbiyot tizimida DMED degan dastur chiqdi. Juda ham to'g'ri ish bo'ldi bu. Bu DMED platformasini yaxshilab ishlatish kerak. Buni ichini kengaytirish kerak. Masalan, meni taklifim bor. Yozma ravishda ham hali murojaat qilamiz. Ya'ni DMEDda avvalambor orfan kasalliklariga kiritilgan barcha bemor bolalarni va umuman olganda fuqarolarni hammasini ro'yxatini yuritish. SSP bo'ladimi, DCP bo'ladimi, autizm bo'ladimi, Down bo'ladimi, xullas nogiron bolalarni tashxisi bo'yicha DMED dasturiga kiritish. Masalan, qanaqa bo'ladi? Olmazor tumani Shonshuhrat mahallasida, masalan, 63-poliklinika bor. O'sha poliklinikani hududiga qaraydigan fuqarolarda nechtasi SSP, nechtasi autizm, nechtasi DCP. O'shani kiritadi, nomini, adresini to'liq yozadi, uni ma'lumotlarini yozadi, hammasini kiritgandan keyin ularni iste'mol qiladigan dorisini yozadi. Bitta knopka bilan turkumlab SSP, ZPR, DCP, autizm va hokazo bitta knopka bilan ro'yxat shakllanadi. Respublika desa respublika, viloyat desa viloyat, tuman desa tuman, hammasi chiqadi va ularni dori ichadigan dozasigacha chiqadi.
narka komitet o'sha yerdan ma'lumotnomani olib ehtiyoji shakllantirsa ham bo'ladi. Buning uchun yaxshilab ishlash kerak, bosh qotirish kerak deb o'ylayman. 7-si hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Farm qo'mitadan ro'yxatdan o'tmagan, lekin SSP kasalligiga chalingan bemor bolalarning iste'moli uchun zarur dori vositalarini olib kelish va dorixonalarda sotilishini ta'minlash. Azizlar, shifokorlarimiz malaka oshiryapti, o'qib kelyapti. Mana hozir Firdavsni hamma tanib oldi uje. Mana Amerikaga ketgan. Amerikadan oldin Misrga bordi, Turkiyaga bordi, o'z Turkiyada o'qib kelgan. Uni o'qidi, buni o'qidi, tajribasini ko'paytirib, adabiyotlarni ko'p o'qiganligi uchun bitta dori emas, ikkita dori tushar ekan. Ikkita dori emas, 4 ta emas, 8 ta. Mana hozirgi kunda ham ma'lum bir bemorlarga dori-darmon yozgan, lekin u O'zbekistonda yo'q. Yo'q O'zbekistonda. Na Farm komitetdan ro'yxatdan o'tgan, na uni biror bir apteka sotgan, hokazo yo'q O'zbekistonda. Ana o'sha dorilarni olib kelish kerak. Bu dorilarni kim yozgan, nima yozgan desa, buni o'sha shifokorlar yozyapti. Shifokorlar shu jahon standarti bo'yicha yozyapti. Bu narsalar kerak. Nimaga bizda oxirgi rusumdagi telefon bo'ladi, oxirgi rusumdagi mashina bo'ladi, televizor bo'ladi va hokazo, kiyim, taqinchoq hamma narsamiz oxirgi rusumda, lekin dori-darmonga kelganda oqsaymiz. Bitta dorini topa olmaymiz. Shunaqa dorilar bor, topilmas ekan O'zbekistonda. O'zbekistonda men hayron qoldim. Tadbirkor bo'lsa, puli bo'lsa, qonun bo'lsa, tadbirkorlarni himoya qilyapti prezident. Borib olib kelsin. Nima muammo bor? Qayerda to'siq bor? To'siqlar ko'p ekan xullas.